O'g'limni to'yiga yangi tilla taqmoqchi edim. Men bularni bir hisoblab bering qani, ukajon. To'yga chiroyli bo'lar ekansan. Ha, to'yga xudo xolasa bir yangilang tillalar degandim. Buningiz 14 karatli yozibdi. 585 proba bo'ladi. Bulardan 585 proba. Bundan 585 proba yozibdi. Bulardan 585. Hammasi 585 ekan. Ha, eski tillalarda bularni. Eski. Bugungi kunda men sizga 980 ming narx bera olaman. Ay, nega o'tgan qalla 1 million 50 dan bergandingiz u? Shunaqa, lekin birjadan kelib chiqib-ku hammasi. Birja sal qaytib qoldi-da. Xo'ja. Hisoblang qani, qancha bo'lar ekan? Nima moddiy toshlaringiz minus bo'ladi. Mana yangi o'tganingizda toshsiz narsa o'ring iloji boricha. Xudo xolasa. Qarang, 63.45 chiqyapti. Hamma tushunmaysiz. 66.24 chiqyapti. Toshlaringiz minus bo'ladi. Chiroyli qilib narxlangda endi to'y boshlaganman, xudo xolasa bir yangilab taqayinchi. 980 ming bo'lganda 63 million 935 ming ikki simbolda men sizga 64 million qilib beraman. Nima deysiz? Ozroq qo'shing. O'zi 64 million yomon narx bo'lmadi. Men sizga mayli to'y bo'layotgani uchun to'y boshlaganmanda to'y sifatida 64 million 500 qilib beraman. Bo'ldi, xo'p. Bo'ladi. Hozir sizga pul hisob beraman. Hozir mana bu yerda 20 million, bankka sanalgan. Bu yerda 20 million, 40 million bo'ldi, 60 million. Bu yerda 4 million 500. Mana zanjirlaringizdan sotib olmaysizmi o'zlaringizni? Yo'q. Bular esdalikada ukajon. Ertaga lekin tushib ketib qolsa, lekin xabar bo'lishi yo'q. Mayli, peshona. Ha, 60 million 500 bo'ldi. Xudo xolasa, to'lang yaxshi tuzib oling. Xizmatlar bo'lsa kelaverasiz. Sog' bo'ling, xo'p.